Vashshi kirolmaydi endi. Ya, nima qilyapsan? Abet bo'ldi, mahallaga uzatgan qiz keladi hozir. Aka, o'zi kiygan-ku-mi? Ulgurmadik-da ona. Shu singlingni bekor shu mahallaga berdik-da. Katta singlingga o'xshab uzoqroqqa bersa qutilar edi-ga. Onamsiz, onajonimsiz, jigarimsiz akajon. Jannat akalar oyog'i ostida akajon. Buningizga kamiga $100 kerak-ku. Qizim, hali pensiya olganim yo'q, lekin pastroqni o'qala. Yuri. Ona, qo'lim olib ket, qo'l haqqi bering. Men oxirgi pulim shu. Voy, hey. Akajon, sadaqa qiling. Hozir sherigizga berib yubordik-ku. Akajon, sizlarning uyingizga balo bor. Hozir chiqib ketdi o'sha. $100 bersangiz baloni chiqarib tashlayman. $100 bersak o'zi ketadi-ku. Ona, hozir qiz keladi. Nimaga unaqa deyapsan? Tutun chiqyapti, kartochkasi kuydi. Voy, nima qilyapsan, ha? Go'shtni ketsin, nariyoqqa hozir qizingiz uchib keladi. Aka, darvozamiz quflam qo'li zabordan chiqarga tashlab bering meni. Mayli, ket. Rahmat, tog'a. Ona sizga ovqat olib keldim. Kuygan kartochka olib keladi, pishgan go'sht yeb ketadi. Voy, Dog'bek, tog'ara qani? Qizingizdan so'rang. Yerga tekkan qiz qayerdan biladi? O bizlarning uyga nima borligini bizlardan yaxshi biladi u qiz. Shu bitta qizni uzoqqa uzatib to'y qilgansizda, yo to'y bo'lsa keladi, yo kimdir tug'ilsa. Hey, katta singling kelyapti. 3 yil deganda. Kamilani ham chaqir singlingni. Baqirsam eshitib, Kamila! Baqirmang, shergaman. Uzoqqa bersang kemay kuydirar ekan, yaqinga bersang kelib kuydirar ekan.